Tasodif 3-qism. Dars tugashi bilan Mohidil Gunabshani ham kutmasdan kvartiraga qaytdi. Qaytishda ham telefoni to'xtamadi. Mohidil har safar qizilni bosib qo'yaverdi. Tohir esa qo'ng'iroq qilib charchamadi. Mohidil oxiri uni bloklab qo'ydi-yu xabar jo'natdi. Taqdiringizga bitilgani bilan baxtli bo'ling. Meni unuting. Boshqa bir og'iz so'z ham yozmadi. Undan hisob ham so'ramadi. Hammasini Allohga havola qildi-yu ko'z yoshlariga erk berdi. Ketishingiz shartmi? Gulyuz qovoq uygancha so'radi. Nafaqat shart, balki juda zarur ham. Yahyo qizning qo'lidan tutar ekan. Ishlarimni tugatib tezda ortga qaytishga harakat qilaman. Qanchada qaytasiz? Xafa holda yigitga qaradi. Uzog'i 10 kunlarda, undan ko'p emas. Xo'rsinib qo'ydi. Ertaroq qaytishni iloji yo'qmi? Harakat qilaman. Men ketishim kerak. Kelgunimcha esli qiz bo'lib yur. Yigitlarga gap otma, tegajoqlik qilma. Kulgancha ko'z qisib qo'ydi. Xo'p. Gulyuz ham kulib yubordi. Yahyo narsalarini taxlayotgan xonaga dadasi kirib keldi. Yo'l-yo'lakay Buxoroga ham kirib o't. Bilasan, u yerda tutingan oyim yashaydilar. Ularga ul-bul degandek. Xo'p bo'ladi dadajon. Yahyo kerakli narsalarini olgach, kun botmasdan yo'lga chiqdi. Oyisi poyezdami, taksidami keta qol desa ham o'z bilganidan qolmasdan o'z mashinasida ketdi. Ish qilib oy borib omon qaytsin-da. Xumora opa o'g'li ko'rinmay qolguncha eshik oldida turib qoldi. Yana boshladingmi? G'ayrat aka ayolining yelkasidan quchgancha uyga boshladi. Onasi-ya, bu birinchi ketishi emas-ku. Nega buncha xavotir olaverasan? Siz bilmaysiz-da. Ona qalbi, onalik mehri degan tushunchalar bor. Biz onalar farzandlarimiz ko'z oldimizdan sal nariga ketsa, darrov xavotirga tushib izlab qolamiz. O'g'limiz naq Toshkentdek joyga ketyapti. Qanday xavotir olmasligim, qanday o'ylamasligim mumkin? Onasi, men ham o'g'limizni o'ylayman, xavotir olaman. Lekin bu degani uni ha deb pinjimizga tiqib o'tirishimiz kerak degani emas-ku. O'g'limiz endi yosh emas, 29 yoshda. Baribir-da. Xo'p, onasi, xo'p. G'ayrat aka kulib qo'ygancha, bir choy damlamaysanmi? Achchiqqina choy ichib, horg'inchiliklarni unutaylik. Xo'p bo'ladi. Xumora opa eriga tabassum qilgancha oshxonaga kirib ketdi. G'ayrat aka ayolining ortidan jilmaygancha, yaxshiyam o'shanda rahmatli volidamning aytganini qilib senga uylanganim. Boringga shukr onasi. Seni dunyoga kelishingga sababchi bo'lgan ota-onangga rahmat. Bu yetim ekan, kambag'al ekan, otasi yo'q ekan deya ko'ksimdan itarishmadi. Qaynotam yoniga shogirdlikka oldilar, hunar o'rgatdilar. Rahmatli onajonim qisinib-qimtinib eshiklaringni qoqib borganida ko'z qorachig'idek asrab-avaylab o'stirgan gulini menga ishonib topshirdilar. O'z o'g'lidek ko'rdilar. G'ayrat aka rahmatli qaynotasini eslar ekan boshqacha bo'lib ketdi. Chunki kezi kelganda ustozlik, kezi kelganda otalik qilgan faqat shu inson bo'ldilar. Bu yetimcha, ota tarbiyasini olmagan axloqsiz deya ko'ksidan itarmadilar. Kechki payt yo'lga tushgan Yahyo tongga yaqin Buxoro shahriga yetib keldi. Bu paytda kirib borsam biroz noqulay bo'lmasmikin? Kirib o'tishi kerak bo'lgan uy joylashgan ko'chaning boshida to'xtar ekan, soatiga qarab qo'yishni unutmadi. Quyosh chiqishiga ham ancha bor. Yaxshisi shu yerda biroz mizg'ib olaman. O'rindiqni biroz tushirgancha boshini orqaga tashlab ko'zini yumdi. Endi manzilga qanday yetib olamiz? Poyezdda kuzatilgan ba'zi nosozliklar tufayli u Buxoroga kelganda to'xtab qolganidan norozilar bir-biriga shu savolni bergancha poyezddan tushar ekanlar, bir ilojini qilib tezroq manzillarga yetib olish haqida o'ylashardi. Kechirasiz, ko'rinishidan umuman o'zbekka o'xshamaydigan qiz boyadan buyon jim o'tirgan Mohidilga murojaat qildi. Sizdan bir narsani iltimos qilsam bo'ladimi? Ha, bemalol. Mohidil shu qiz bilan biroz suhbatlashsam, ezib tashlaydigan xayollardan qutularman degan fikrda qizga yuzlandi. Qo'limdan kelsa jonim bilan. Men boya internet orqali ko'rganimda Xorazmga ketadigan poyezd va avtobusning jo'nashiga hali 5 soat vaqt bor ekan. Shunga Buxoroni men bilan aylana olmaysizmi?
Men bu yerlarni bilmayman. Qozog'istondan kelganman. O'zbekistonning diqqatga sazovor va qadimiy joylarini ko'rish uchun kelgandim. Shunga menga hamroh bo'la olmaysizmi? Qiz yosh boladek jovdiragancha qarab gapirardi. Yuring. Mohidilga bu taklif ma'qul kelib, qiz bilan ko'hna Buxoroni aylanishga qaror qildi. Shu bilan qizlar yuklarini olib poyezddan tushishdi va hali quyosh chiqmaganiga qaramasdan Buxoroni aylangani ketishdi. Tungi Buxoro buncha go'zal bo'lmasa, o'zini Suluv deb tanishtirgan qiz atrofga hayrat bilan boqar, hayajonini yashira olmasdi. Mohidilga esa hech biri qiziq emas. To'g'ri, u ham bu manzarani umrida birinchi marta ko'ryapti, lekin umuman qiziqmayapti. Xayollari ostin-ustun. Qizlar quyosh chiqib butun borliqni yoritguncha shahar aylanishdi. Quyosh chiqib borliq jonlana boshladi-ya. Suluv ishga, o'qishga va qayergadir shoshayotgan odamlarni zavq bilan kuzatardi. Ertalabdan hayot qaynamoqda-ya. Ha, Mohidil hissiz javob berdi. Buni qarang, Buxoroning ko'p ko'chalari ham o'zgacha ekan. Yayov yurishga juda qulay. Avvaldan mashina, velosiped kabi transport vositalarini yoqtirmaydigan Suluvga bu ko'chalar juda yoqib qoldi. Yashasang, shunday joyda yashasang-da. Bitta narsa qiziq, bu yerning aholisi bilan tanishsak qanday bo'larkin? Bo'lganda ham oddiy, sodda, samimiy, dilkash inson bilan tanishib, suhbat qursak, Buxoro tarixini o'sha insondan eshitsak, yana ham qiziqda. Bo'lmasam-chi? Mohidil qancha chiroyli joylarni ko'rsa ham, ko'ngli yorishib, yuzi kulmadi. Bu yoqqa yuring. Suluv Mohidilning bilagidan tortib, bitta tor ko'chaga burildi. Bu uylar nechinchi asrlarda qurilgan ekani? Pastakkina uylarga qiziqish bilan qarab ketayotgan qizning bu harakatlari negadir Mohidilning biroz g'ashini keltirdi. Ammo buni sezdirmaslik uchun jim ketishda davom qildi. Mana bu darvozani qarang. Tor ko'cha tugab, o'ngga oldingi ko'chadan ancha keng. Hatto ikkita mashina bemalol yura oladigan ko'chaga chiqishlari bilan bir darvoza Suluvning diqqatini tortdi. Naqshlari ham o'zgacha tayyorlangan. Suluv darvozaga yaqin borib, endigina naqshlarni ushlab ko'rmoqchi edi, darvoza ochilib qoldi. Assalomu alaykum. Suluv jilmaygancha salom berarkan. Xayrli tong. Va alaykum assalom. Darvozani ochgan kampirning ajin to'la yuzlarida ham mamnunlik aks etdi. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Mohidil ham odob yuzasidan salom berdi. Xushvaqt bo'ling. Biz bu shaharda mehmonmiz. Ketadigan vaqtimiz bo'lguncha shaharni aylanaylik degan maqsadda yuribmiz. Birdan darvozangizga ko'zimiz tushdi. Naqshlari juda betakror ishlangan ekan. Suluv tortinib o'tirmasdan, xuddi eskidan taniydigan odamiga gapirgandek, bemalol uy egasi bilan gaplashardi. Uy egasi ularning mehmon ekanligini bilgach, qo'yerda qo'ymay uyiga olib kirdi. Sizlar o'tira turinglar, men hozir. Kampir ularni hovlidagi supaga o'tkazib, yana tashqariga chiqib ketdi va sal o'tmay bir yigit bilan kirib keldi. Bujon, meni hali qiladigan ishlarim bor edi, ruxsat bersangiz. Yigitning gap so'zidan kampir uni majburlab olib kirgani bilinib turardi. Sen ham dadangga o'xshab doim shoshib yurasan-a? Kampir biroz xafa bo'lgandek. Hech yo'q, nonushta qilib ket. Yigit biroz o'ylanib turdi-da, "Xo'p, bujon, faqat siz xafa bo'lmang", degancha kampirni quchib, yuzlaridan o'pdi. "O'zimni mehribonim." Kampir ham uning yuzlaridan o'par ekan. Mana shu mehribonliging rahmatli buvingga tortgan. Rahmatli juda oqko'ngil va samimiy inson edilar. Joylari jannatdan bo'lsin. Yuziga fotiha tortdi. Qani bu yoqqa yur. Yigitni ham supaga boshladi. Assalomu alaykum. Qizlar bir barakayiga salom berdi. Va alaykum assalom. Alik olarkan. Bular nabiralaringizmi? Deya so'radi. Qani edi shunaqa bo'lsa? Kampir biroz xo'rsinib qo'ydi. Bular shahrimiz mehmonlari. Tushunarli. Negadir yigitga bu ikki qiz biroz shubhali tuyuldi. Sizlar shu yerda o'tira turinglar, men hozir. Kampir tezda oshxonaga o'tib ketdi. Qiziq, shunday katta shahardan aynan nega bu xonadonga keldingiz? Yigit shubha gumonlarini, qolaversa bu qizlarning bu uyga kelganliklari yoqmayotganini yashirib o'tirmasdan savol bera boshladi.
balki hech qanday mehmon emasdirsizlar, balki o'g'ridirsizlar, balki qotil. Bu nima deganingiz? Hech narsaga tushunmagan Sulu ko'zlarini katta-katta ochgancha yigitga qaradi. Siz bizni kim deb o'ylayapsiz? Bu muhim emas. Muhimi sizlar bu yerda nima qilayotganingiz. Biz shahar aylangani kelganmiz. Sulu endi yigit nima demoqchi ekanligini tushundi chog'i jahli chiqa boshladi. Ishondim. Yigit bir Suluga, bir jim o'tirgan Mohidilga qarab qo'yardi. Bu orada uy egasi ularning oldiga dasturxon yozdi. Qizlar yigitning muomalasidan xafa bo'lishganiga qaramasdan kampirning qistovi bilan nonushta qilishdi. Nabiram biram mehribon. Kampir yigitning oldiga qaymoq surilgan nonni qo'yarkan. Har oy mendan xabar olgani kelib turadi. Ishi qanchalik ko'p bo'lsa ham men uchun vaqt topadi. Siz uchun vaqt topmasam qanday nabira bo'libman buvijon? Yigit kampirga mehr bilan boqdi. Aslida bu yigit tutingan o'g'limning o'g'li. Rahmatli dugonam tuhmatga uchrab oilasidan ayrilgandan keyin ancha payt sarson sargardonlikda yurdi. Oxiri Alloh nazari tushib Xorazmdan uy-joy topildi-yu, o'sha yoqlarga ko'chib ketdi. 2 o'g'lini yolg'iz o'zi katta qildi. G'ayratjon onasining o'limidan keyin ham mendan xabar olishni kanda qilmaydi. Onamning qiyomatlik dugonasisiz, onam o'rnida onamsiz deydi bolasi tushmagur. Kampirning ko'zlari yoshlandi. G'ayratjon o'z tuqqan o'g'illarimdan ko'ra mehrli, oqibatli, umri uzoq bo'lsin. Farzandlarini ham o'zidek oqibatli, mehrli qilib tarbiyalagan. Bu kichik o'g'li, ismi Yahyo. Esini tanibdiki, dadasi bilan keladi. Har kelganida buvijon, buvijonim deya bag'riga bosishlari odamni eritib yuboradi. Kampir yigitga mehr bilan qaragancha gapirardi. Mohidil negadir o'zini noqulay his qilar. Tez-tez soatiga qarab ketadigan vaqti bo'ldimi, yo'qmi ko'rib turardi. Oxiri qaraganida ketadigan vaqtiga 1,5 soat qolganini ko'rib, "Voy Xudoyim!" degancha sapchib turib ketdi. Uning baqirganini eshitgan sheriklari qo'rqib ketdi. Yahyo ichayotgan choyga tiqilib ham qoldi. "O'zingni rizqing bolam, o'zingni rizqing." Kampir uning orqasiga urib qo'yar ekan. "Tinchlikmi qizim, nima bo'ldi?" "Aybga buyurmanglar, ketadigan vaqtim bo'ldi." "Ketadigan vaqting bo'ladi-da, bu xonadondan hech nima o'g'irlay olmasligingni tushunib yetgandan keyin." Yahyo qo'lidagi piyolani taraqlatgancha stol ustiga qo'yar ekan. "Sherigingni ham ola ketasanmi?" Mohidil unga yov qarash qilgancha supadan tushdi-yu, "Sizga katta rahmat buvijon." Uy egasi bilan samimiy xayrlashdi. "Sizga ham rahmat." Sulu bilan ham xayrlashdi-yu, tez-tez yurgancha chiqib ketdi. "O'g'lim, nega unaqa deding?" Kampir qizning ortidan qarab qolar ekan. "Bekor xafa qilding-da qizginani. Kim nimaga loyiq bo'lsa o'shani oladi." Yahyo Suluga yomon qarab qo'yar ekan. "Balki bunday chiqib ketish ham bir tomoshadir. Shunchaki ko'z shamg'alat qilish uchun ham chiqib ketgan bo'lishi mumkin-ku." "Menga qarang." Boyadan beri Yahyoning kesatiqlarini jim eshitib o'tirgan Sulu unga zarda qilgancha gap boshladi. "Boyadan buyon har xil gap qistiryapsiz, indamay jim o'tiribman. Andishani otini qo'rqoq qilib, og'zingizdan bodi kirib shodi chiqadi." Sulu o'rnidan turdi. "Kelib chiqishim o'zbekistonlik bo'lsa ham, tug'ilganimdan buyon Qozog'istonda yashayman. Qozog'iston fuqarosiman. Esimni taniganimdan buyon buvimning Samarqand, Buxoro, Xiva haqidagi har xil hikoya va rivoyatlarni eshitib katta bo'ldim. Bu yerlarga mehrim tushishiga ham bu jonim sabab bo'lganlar. Buvim doim jonim sog' tursa seni kindik qonim tomgan yurtga olib boraman. Jannat makon O'zbekistonni o'z ko'zing bilan ko'rasan derdilar. Lekin bu yerlarga qaytish buvimga nasib qilmadi. Bu jonim 2 yil oldin vafot qildilar. Men esa 2 yil uydagilar bilan talashib tortishib bu yerga keldim. Bu jonimning aytganlarini o'z ko'zim bilan ko'rish uchun. Sizning shubha-yu gumonlaringizga nishon bo'lish uchun emas. Bu jonim doim bir gapni aytardi. Odam o'zi qanday bo'lsa, boshqalarni ham shunday deb bilarkan. Supadan tushib, oyoq kiyimini kiydi. "Sizga rahmat buvijon." Jilmaygancha minnatdorchilik bildirarkan. "Bu sizga." Ryukzagidan bitta quticha chiqardi. "Bu jonim O'zbekistonga qayta olmagan bo'lsalar ham dadamning sa'y-harakatlari bilan hajlarga borib, hoji ona bo'lgandilar. Bu qutida ularning ro'mollaridan bittasi.
Doimo qo'llaridan qo'ymaydigan tasbehi va joynamozlari bor. Ularni haqiqiy o'zbek ayoliga, o'zbek buvisiga beraman deb niyat qilgandim. Sizga nasib qilgan ekan, oling. Sizga ham hajlarga borish, hoji ona bo'lish nasib qilsin. Qutini supa ustida qo'ydi-yu, yugurgancha hovlidan chiqib ketdi. Demak, kuyov bola Toshkentga ketibdi-da. Boburdan eshitgan xabari tufayli yuziga antiqa kulgu yugurgan Davron hozirdan g'alaba nashidasini sura boshladi go'yo. Unda bugundan ishga kirishamiz. Sen hozir chiqasan-da, eng avvalo gul do'koniga kirib eng chiroyli va katta guldastani olasan. Keyin yoniga yurak shaklidagi qutida bir quti shokolad olasan va qushchaga jo'natasan. Ha, guldastaga chiroyli konvertcha qo'y. Konvert ichida esa xat. Dunyoning eng go'zal qiziga oshiqu beqaroridan deya yozdir. Xo'p bo'ladi. Bobur topshiriqni olishi bilan chiqib ketdi. Sen Toshkentdan qaytguningcha qushchangni o'zim silab-siypab mehr berib turaman-da, amakivachchaginam. Gulyuz kechadan buyon Yahyoning qo'ng'iroqlariga javob bermayapti, chunki xafa. Unashtirilganning to'satdan ketamanga tushgani qizginaga yoqmadi. Bir o'zlari ketdilar. Demak, u yoqda kutayotganlari bor. Yig'lagancha Yahyoning suratini bag'riga bosar ekan. Hech yo'q ko'ngil uchun ham seni ham olib ketaymi demadilar. Olib ketaymi deganlarida ham oldilariga tushib olmasdim. Shunchaki ko'nglim ko'tarilgani qolardi. Gulyuz, eshikka qarab yubor. Erini ishga, o'g'illarini maktabga kuzatib qo'ygan Sanamjon opa dasturxonni yig'ayotib qizni chaqirdi. Hozir. Gulyuz istamaygina chiqib eshikni ochdi. Assalomu alaykum. Yetkazib berish xizmati xodimi qo'lidagi qog'ozga qarar ekan. Jumaboy va Gulyuzning xonadonimi? Ha, men Gulyuzman. Qiz hech narsaga tushunmadi. Tinchlikmi? Sizga jo'natma bor. Yigit tezda borib xizmat mashinasidan guldasta va qutini olarkan. Bularni sizga yetkazib berishimni aytishdi. Guldasta va yurak shaklidagi qutini ko'rishi bilan Gulyuzning yuziga tabassum yugurdi. Rahmat. Sovg'alarni qabul qilib olarkan, yana bir bor rahmat degancha yigit ko'rsatgan joyga imzo qo'ydi. Sizni sevaman Yahyo aka. Ichkariga kirishi bilan guldastani bag'riga bosgancha eshikka suyanib qoldi. Uzoqda bo'lsangiz ham doimgidek meni xursand qilishni uddalaysiz-a? Kim ekan? Sanamjon opa qo'lida sochiq bilan chiqib kelar ekan, guldastani ko'rish bilan hammasini tushungandek jilmaydi. Bu deyman, kuyov bola ham romantik chiqib qoldi-yu. Kelinoyi. Gulyuz uyalgancha xonasiga yugurib ketdi. Uyalishinichi buni? Qizi tushmagur-a. Qizning esidan chiqib olgan qutini olib oshxonaga kirib ketdi. Xonasiga olib borib bersa ham bo'lardi, lekin hozirgi vaziyatda kirish biroz noqulay degan fikrda oshxonaga o'ta qoldi. Usiz ham unashtirilgandan buyon uyalinqirab, hijolat bo'lib yurgan qizni battar uyaltirgisi kelmadi. Baxtiga ko'z tegmasin. Alloh baxtini hamisha go'zal va davomiy qilsin. Ich-ichidan qizni duo qildi. Mohidil avtobus jo'nashiga yarim soat qolganda yetib keldi. Baxtiga hali avtobus to'lishga ulgurmagan ekan. Tezda haydovchi bilan gaplashib, bitta o'rin uchun to'ladi-yu, o'z o'rnini egalladi. Poyezddan tushganidan buyon oyisiga qo'ng'iroq qilmagani esiga tushib ketdi-yu, telefonini olganda shu bir soat ichida oyisi naq 37 marta qo'ng'iroq qilib tashlabdi. Oyijonim-a. Oyisiga qaytib qo'ng'iroq qildi. Qayerlarda yuribsan? Telefonni ko'tarishi bilan Charoz opaning xavotirli ovozi eshitildi. Allaqachon uyda bo'lishing kerak emasmidi? Assalomu alaykum oyijon. Mohidil qisqa qilib vaziyatni tushuntirdi. Lekin suluv va u bilan bog'liq voqealarni aytmadi. Negadir bularni ahamiyatsiz deb hisobladi. Xo'p, yetib kelishingga yaqin qolganda akangga xabar ber, o'zi olib keladi. Xo'p bo'ladi. Mohidil telefonni o'chirishi bilan telefoni yana jiringlay boshladi. Ekrandagi yozuvni ko'rib, chap tarafiga og'riq turdi. Qizilni bosib qo'yishi bilan ketma-ket xabarlar kela boshladi. Xabarlarning 70%da qizni bevafolikda, xiyonatda ayblangan haqoratli so'zlar bor edi. Mayli. Qarog'ida qalqib turgan ko'z yoshlarini ichiga yutgancha siniqqina jilmaydi. Meni bevafo, xiyonatkor deb biling. Muhimi, siz baxtli bo'lsangiz bo'ldi. Qolgani ahamiyatsiz.
Mohidil bu safar Tohirni bloklab qo'ydi. Ertalab yo'lga chiqqan avtobus kun botganida Xorazm hududiga kirib keldi. Mohidil akasiga yetib kelay deb qolganligi haqida xabar jo'natdi. Akasi ham ishdan kelgandan buyon telefonga ko'z tikib o'tirgani uchunmi, darhol o'rnidan turib singlisini kutib olgani ketdi. Akasi Jamol Mohidil o'qishga kirganida qiz bola boshi bilan shaharda nima bor deya singlisining ketishiga qattiq qarshilik bildirgandi. Lekin dadasi va oyisi Mohidil taraf bo'lishgach, noiloj rozi bo'ldi. Shunda ham singlisini ko'zdan qochirmaslikka, doimo nazorata tutishga harakat qilardi. Shu sabablimi, Mohidil o'qishga kirgandan so'ng Tohir bilan oldingidek bemalol gaplashib, uchrasha olmasdi. To'g'ri, Tohir ham qizni sevardi. Shu sababli Mohidil o'qishga kirgach, ishini Toshkentga ko'chirdi. Toshkentga ko'chirdi-yu, topish tutishi yaxshilanib, u ham o'zgardi. Tohir aslida toshkentlik. O'qishidan berilgan yo'llanma sabab Xorazmga borgandi va shu bilan Mohidil bilan tanishib, unga ko'ngil qo'ygandi. Bu paytda Mohidil 10-sinf o'quvchisi, Tohir esa endigina o'qishni bitirgan edi. Uylarsiz 10-sinf O'ylarsiz 10-sinf qiz sevgi haqida o'ylaguncha o'qishini o'qisin deb. Mohidil ham shunday qilgan. Boshida Tohirga uncha ishonmagan va imkon berishni istamagan. Ammo Tohir uning ortidan qolmay 1,5 yil deganda qizning ko'ngliga yo'l topgan va shu bilan sevgi hikoyalari boshlangan. Assalomu alaykum. Mohidil akasini ko'rishi bilan jilmayishga harakat qildi. Va alaykum assalom. Jamol singlisining qo'lidagi sumkasini olar ekan. Yaxshi yetib keldingmi? Yaxshi, rahmat. Yaxshi. Jamol bir qarashda singlisining jilmayishi soxta ekanligini tushunib yetgandi va uni so'roqlayverishni istamadi. Qani yura qol. Xo'p, Mohidil akasiga ergashdi. Ular uyga kelguncha jim kelishdi. Mohidil uyga kirishi bilan hamma bilan ko'rishdi-yu, charchaganini bahona qilib xonasiga kirib ketdi. Oyi, bir vaqtini topib, qizingiz bilan gaplashib oling. Jamol singlisining ortidan qarab qolar ekan. O'zini tutishi g'alati. Oldindan aytib qo'yay, ortidan bir gap ergashtirsa yoki boshqa narsa bo'lsa, uni o'zim tiriklay ko'maman. Astag'firulloh deya Charos opa o'g'liga qosh chimirdi. O'z singlingga ishonmaysanmi? Ishonganda ishonaman, lekin bir maqol bor. Qarg'a bilan yursang, yemishing axlat bo'lar. Shunday degandek, u yoqda yonida yurganlarni bilmaymiz-ku. Singling oqila qiz. Charos opa qizini yonini oldi. U yuzimizni yerga qaratadigan ish qilmaydi. Ish qilib shunday bo'lsin, yo'qsa o'ziga yomon bo'ladi. Jamol, o'z singling haqida ham shunday deysanmi? Charos opaning biroz jahli chiqdi. Sen akasan va hamisha singling uchun qalqon bo'lishing, uni himoya qilishing kerak. Sen bo'lsa bo'lar-bo'lmas gaplarni aytyapsan. Oyi, Jamol ko'zlarini yumib chuqur nafas olib chiqararkan. Men singlimni ham, ukamni ham kerak paytda kerakli joyda himoya qilishga aqlim ham, kuchim ham yetadi. Lekin singlim yuzimni yerga qaratadigan bittagina ish qilsa ham, hech o'ylab o'tirmasdan o'zim uni o'ldiraman. Chunki men uchun nomus, g'urur hamma narsadan ustun. Singlim esa o'sha nomusim, g'ururim. O'ylaymanki, tushuntira oldim, dedi-yu eshik tomonga yurdi. Men do'stlarimning yoniga ketyapman. Sen bola shu do'stlaringning oldiga juda serqatnov bo'lib qolding-da. O'g'lining ortidan chiqar ekan, mabodo har kuni uchrashadigan do'stlaringni sochlari uzun-uzun emasmi? Oyi, ensa qotirdi. Yana nimalarni o'ylab topyapsiz-a? Ha endi, bo'ydoq yigitsan, buning ustiga qo'lingda ishing, tagingda mashinang, kamiga yolg'iz o'g'ilsan. Shunga atrofingda sochi uzun do'stlaring o'ralashib qolmadimikan deyman-da. Men ketdim. Jamol oyisining nimaga shama qilganini yaxshigina tushunib turgani uchun ortiqcha so'z demasdan quyonni rasmini chizib surib qolishni afzal bildi. Ha, qoch, qoch. Charos opa eshikni yopar ekan. Doimgidek qochib qoldi-ya. Bu yurishida qachon uylanadi-yu, men qachon kelinli bo'laman. Nabirali bo'lish haqida-ku o'ylamasam ham bo'ladi. Yoshi 28 ga kirdi, lekin sira aql kirmadimi deb qo'rqaman-da.
Negaki aqlli odam o'qishni bitirib, ishga kirganidan keyin oila qurish haqida o'ylamaydimi? Bu kishimga uylan desa, maymunga miltiq qaratgandek darrov qochadi. Hikoyaning davomi bor. Kanalimizga obuna bo'lib, layk bosib qo'yishni unutmang.